Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2025-yili 2-oyning 22 kuni shanba. Ikki haftada bir qatim qildigan naq maydonni hozir boshlayman. Bugun bu xabar bek ko'p, bek jiq ishlar ketib bordi dunyoda. Ashta bo'g'ashqa sizlarga biraz tartibroq yetkazay uchurlarni deb biraz tirishdim, ammo endi qancha qashlar bo'ladi bilmayman. Şunu eğer kılayım kamap kalsa bu kılaslar. Bugünkü bu meni videoni Uygurlar xabardan başlayman. Xabarlarda bo'lgandek bir gün Perşembe günü Amerikadagi peshqadam inqilobchi G'ulomdin Paxta aka olamdan o'tdi 95 yoshida. Men Amerikaga 1988 yilda kelgan. Kelip uzun o'tmaylarmikin bu akimiz bilan tanishgan. Men Amerikaga kelgan vaqtimda o'quvchi oilam bor vatanda. Nihoyatda kambag'al kelgan o'qishga. Shu chog'da G'ulomdin akaniki Saudiya Arabistondagi bir sanduq, pul sanduqi, haj kelganlardan yig'ilgan pullarni yig'ilgan sanduqni boshqaradigan peshqadam qarindoshlar bilan yiqib o'tadi ekan. Shularniki o'zaro hamkorlashib qilishi bilan Amerikaga shu chog'da kelgan o'quvchilardan bir qanchamiz biroz iqtisodiy yordamga erishgan shu vaqtda. Ashuna qilib bizniki tunishligimiz boshlandi. Shundan keyin izchil turda bilish ishlarni bilib qilib keldik. Shunga ulamlarga nihoyat hozir tunig'ili shunaqda 35 yildan oshdi meniki. Bizniki bilib qolgan ishimizniki birisi 1995 yılı Washington DC'de Amerika'nın Şarkı Türkistan Milli Merkezi'de bir merkez kurulgan. Bu çağda rahmetlik Hüseyin Karım aka Saudiya Arabistan'dan kelip şu G'ulomdin aka, andakin Enver Yusuf üçelen birleşip şu işini başlattıkken keyin meni şu aşağı bir işxona aldı bular Washington DC poytaxtida Oqsaroyga yaqin yerdan. Mishakib ishlab bersangiz deb iltimos qildi. Men o chog'da 88 yil Amerikaga kelib 90 yili fizika kasbida bir magistrlik oldim. 95 yili elektr injenerligi kasbida doktorlik unvoni oldim 5-oyda. Bu ishlar shunda sal kerak bo'ldi. Shu joyda ishlab mishakib ishlab bersangiz deganda men ayolim bilan maslahatlashib, hozir shu Uyg'urlar bek bichara xalqaro sahnalarda. Shunga mustaq bir ishga odam bek lozim. Shu men kasbimni tashlab shu Uyg'urlarning ishini qilay deb ayolimniki roziligini olib Washington DC'ga bordim men. Shu Sharq Turkiston Milliy Markazi yangi qurilgan vaqtida shu joyda ishxona olib, uning ichiga uskunlarni ammab degandik, ustal o'rindiq degan narsalar shularni evatgan vaqt ekan. Shu ishxonada bir hafta yetib qopdim men. Ashta qilib shu ishni qilganga berib ashta qilgan. Keyin qarasam bu ishlar men aslida o'ylagandek emas ekan. Endi meniki kasbim elektr injenerligi. Ayaga borsam men siyosiy ish bilan shug'ullanan gapman. O'zimning kasbim emas. Lekin bir qism ahvollar qat'iy men o'ylagandek chiqmadi. Ashta bo'lgandan keyin u yerda bir hafta turib qaytib keldim. Qaytib kelib keyin xizmat tepib o'zimning kasbimni qilib ketdim. Bunun da bir qism hikoyalar bor. Men keyincha mushta hikoyalarni yozib qisqa maqola qilib chiqarmoqchi. Pensiyaga chiqqandan keyin. Hozircha vaqtim yo'q. Buni shu chog'da bu to'liq tafsilli gapirman. Degan mashg'ul deb qo'yib turay. Andan keyin 1998 yili 5-oyda Amerika Uyg'ur birlashmasini qurish ishri bo'ldi. Hamda qurultay ochildi, tunji qatimli qurultay. Shu chog'da G'ulomdin aka shu tunji qatimli Uyg'ur Amerika birlashmasiniki faxriy raisi bo'lib saylangan. Biz umumimiz salom yapmadık o chog'da. 27 dak odam o'zini direktorlikqa ko'rsatdi. Uyg'ur Amerika birlashmasiniki direktorlikqa ko'rsatdi. Onundan 9 adam saylanib chiqdi. Men bor bo'ldim ichida, G'ulomdin aka bor. G'ulomdin aka faxriy rais bo'lgan, men bosh katib bo'lgan. Ashta qilib 90 yil 2 yil bu
Uyg'ur Amerika Birleşmesi'ni mağdurluk billa. Bunun mu alıqda nurg'un hikoyalar bor. Bir yildek o'tgan chog'da 9 odamdan 4 istifa berib chiqib, oran 5 qat qilib, keyin taqib etadiganning gapi bo'lib, taqib etadigan. Men qattiq qarshi turgan uninga, qarshi turib, shunga 2 yildan keyin muddat to'shqandan keyin buni boshqa o'tkazib berdik. Buni aqsida xil hikoyalar bor. Şu vaqtdagi Uyg'ur Amerika Birleşmesi'niki İngilizce nizomnomasini men yozgan. Ondan keyin direktorlarniki xizmat vazifasini men diyen bir inimiz var ya, Abdurrahim Aytbayev deb ikkimiz birleşip başta yazdık. İşte bu yerde mi bir kısım tarihi hikayeler var. Ben bularni keyinchi sizlarga yozib taqdiman. Ish qilib, G'ulomdaka shunga o'xshash aslida Amerikaga boshqa Uyg'urlar kelishdan burun o'zi yolg'iz u bu tashkilotlarni qurib, xalqaro so'rovlarga berib, Uyg'urni tunishtirib boshqa ish qilib ekan, undan keyin birlashib qildik, uzun muddat birga ishladik. Bu akamiz o'zining butun umrini Uyg'ur millati uchun atab, vatanning o'tida kuyib degandek ishlagan akamizda bizni ayrıldı. Yatqa yeri cenneti olsun. Ailetibatleriga sabır ve kuch quvvat tilayman. Andan keyin ikkinchi ayni bu hamda ulamlarniki vafot bo'lishi bir Uyg'urlar uchun bir cho'ng yo'qotish. Lekin ulamlarga Uyg'ur xalqining qalbida mangu yashaydi. Yaqinda mushta o'xshashroq bo'lgan yana bir ish Germaniyadagi Kurash Ataxon inimizniki xonimi Behrindisa İsmail, bu sınırımız mı 2. ayının 17. günü alemden öttü. Bu sınırımız naiti yaş gitip kaldı. Benim bilişimce 56 yaşlara kirganı deyim hazır. İşte yaş gitip kaldı. Naiti konum yerim oldu. Ben bu sınırımız bilen kürüş bakınım isimde yok. Ama Kurash Ataxon inimiz bilen naiti yaşı tuttuk, yıkı tuttuk. Bu işki Eriyal bir cüp kişilerimi fırsat bolsam milletniki g'amini yeb millet uchun ish qilib yashab kelayotgan Kurash Ataxon inimiz hozir shunday qilyotdi. Mehnisa singlimizniki yotgan joyi uchun jannat tilayman. Yotgan yeri jannatda bo'lsin. Andan keyin Bugün söyleyen Uyg'urlarga aytib, mazmunlarni keyin birisi o'tganda men sizlarga Mamtun Nazarat akaning kitobining gapini qilgan. Kitob menga keldi, qo'limga tegdi. Qo'limga tegib hozir bu Amazonda bor. Amazonga kirsanglar setib olalaysan, bahasi qimmat emas. Men kitobni bir ko'rdim. Bu kitob xalqaro sahnalarda Uyg'urlar uchun Uyghur haqida so'zlaydigan qarindoshlarga zo'r foydasi bo'ldi ekan. Kitobniki yozishi shu nutq so'zlashniki muhim nuqtalarini tizib chiqqandek shaklda yozibdi, lekin mazmun intayin ko'p. 1900 yildan hozirgacha bo'lgan Xitoy Amerika munosabati haqida. Ashta bo'g'ashqa bu kitob intayin bir qimmatli kitob ekan. Ben Amazon'a bir bahami yazıp koydum. Bolsa qarindoshlar kitobni setib olib, yaqinlaringlarga sovg'a qilinglar. Andan keyin Amazon'da baho yazib qo'yinglar. Kitobni setib olmasa baho yozg'ili bo'lmaydi. Men buni bu qatim sezdim. Men kitobni ep bo'lib baho yozsam 5 kun ichlik chiqmaydi. O zodi chiqmag'ati bu nima shu ketganda deb. Keyin qarasam ular hali tekshirdi ekan hozir. Şuna bolsa bu işe bir kişi töp kuş qo'yganlardan kelgan qarindoshlar. Yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng ish Uyg'urlarchada Marokashda sulinib yotgan İdris Hasan inimiz Amerikaga salomat kelib oldi. Muborak bo'lsin. Bu inimizni qutqizish yo'lida kuch chaqqan barliq qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Men o'tganda Turkiyadagi xonimi va 3 farzand uchun iyani toplash bir chaqiriq qilgan $400 yaqin pul keldi. Men pulni 70 ichida o'tib bermoqchi. Bu elimizniki bu g'alabasidan xushal bo'ldim. Endi hozir yaqinda vatan haqidagi ko'proq kelayotgan uchurlar Uyg'ur qizlariniki Xitoyga setilishi. Hozir endi bu ish rasmiy bir sistemlashib
Bütün yerlik hükümetler hemisi bir bölüm kurup Uyghur kızlarını Xitay erlerine tunuşturduğun bu işini kıvatıdı. Bu xuddi 21. asrdagi qulluq bozorg'iga o'xshaydi. Ahvol intayin echinishliq. Yaqinda bir video chiqdi. Uningda u videoda bir ayol shu musodiq ishlarni tunishtirib, agar Xitoy erlarga chaqiriq qilyotdi bu videoda. Agar Uyg'ur qizning birisi bilan to'y qilsang, sana hukumat 50 ming so'm pul berdi. Ondan keyin agar bir balang tug'ilsa, uningga yana 100 ming so'm pul berdi. Agar o'zingdagi nupsini Sharq Turkistonga yetkazib kelsang, sana yana 100 ming so'm pul berdi deb. Jami 250 ming so'm. Bir Xitoy Uyg'ur qizdan birini elib, bizningki vatanga ko'chib kelib, ondan keyin farzandlik bo'lsa, mushu Xitoyga hukumat 250 ming so'm pul berdi ekan. Ahvollar shunday intayin vahshiy bo'lib ketdi. Hozir shu ko'proq chiqayotgan videolar mushaqda chiqyotdi. Endi bu ishlar hozir butunlay sistemlashtirilib ketdi. Bugungi ikkinchi mazmun Uyg'ur Project Fondi haqida. Yaqinda bizniki Yevropada bir qarindoshimiz bor. Har oyda Uyg'ur Project Fondiga iyona qilayotgan. Bu qarindoshimiz yaqinda yana iyona qildi, 2-oylik iyonisini berdi. Norvegiyada bir singlimiz bor. U singlimizmi har oyda Uyg'ur Project Fondiga iyona qilyotdi. Yaqinda 3 oylik pulisini biroqla berdi bizga. Yana bir qarindoshimiz Uyg'ur Project Fondiga iyona qildi. O qarindoshimizning ismi chiqdi, lekin qaysi yerda turadiganligini bilmadim. PayPal'ning adresi chiqibdi, o'zining adresi yo'q, shunga rahmat ayta olmay qoldim. Men mishada rahmat aytay bu qarindoshlarning hammasiga. Anadagi yaqinda bo'lgan yana bir ish 2-oyning 14-kuni, oldingi juma kuni shu Los Angelesdagi Janubiy California University of Southern California deydi. Shularniki musulmon o'quvchilar uyushmasi bir faoliyat urlashtirdi. Uyg'urlarni tunishtirish faoliyati. Men shu yerga berib bir soatlik so'zlab berdim Uyg'urlarning ahvolini asosligi. Uyg'ur irqi qirg'inchiligi va uning kelib chiqish sabablari haqida so'zlab berdim. Ondan keyin Los Angelesdagi Dolan restorantiniki xo'jayini Burhan inimiz nima tamoq akilib, Uyg'urcha o'xshagan tamoqlarni akilib, yig'inga kelgan musulmon o'quvchilarni tamoq bilan ta'minladi. Faoliyat pek yaxshi bo'ldi. Kelganlarniki ko'zlari yoshlarga to'shib, bir sezgan narsa, bular Uyg'urlarniki beshiga kelgan kun ancha bilmay ekan. Ular ancha-muncha anglagan ekan, u yerdan bu yerdan Xitoy hokimiyatiniki Uyg'urlar ustidan zulm yurgizayotganligini anglagan ekan. Zodi konkret bu ishniki darajasi zodi qaysi darajaga bordi buni bilmay ekan. Ashta bo'g'ashqa men so'zlagan leksiyadan keyin leksiyada ular intayin hayron qoldi. Leksiya tugagandan keyin necha 4-5 o'quvchilar uchrab turib men bilan kelib ko'rishib, ayrim savollarni so'rab degandek ashta qilib ketdi. Shu faoliyat intayin yaxshi bo'ldi. Meniki his qilganim ma'sida hozir dunyo Uyg'urlarning ahvolini xil yaxshi bilib ketdi deb o'ylaydim. Bu qadimgi faoliyatni qarasam undaq emas ekan. Undaq emas ekan, endi Amerikaniki Los Angeles shahri deymiz bir ko'p xil millatlar yashaydigan bir shalg'utlashib ketgan kishilar. Ashta bir yandi. Ashta bo'lgandan keyin bu yerdagi bir donliq oliy maktabniki musulmon o'quvchilari Uyg'urlarning ishini xil biladi deb o'ylaganman. Ahvol undaq emas ekan. Shunga shu ishdan keyin meniki kalamga kelgan bir narsa, biz faoliyatimizni, tashviqotimizni bo'shashtirib qo'ysak bo'lmay ekan. Oldimizda endi qiladigan jiq ishlar bor ekan. Men shuni his qildim. Shaxsan o'zim bunday fursatlarni qo'ldan bermay, bundan keyin taklif kelsa, imkoniyatlar bo'lsa berib boshini qilaman deb shu niyatga keldim. Yaqinda ikki faoliyat bor. Shu faoliyatlar bo'lgandan keyin deyman sizlarga uni. Yaqinqi oldingi qatimliq videoni Facebook'ta ko'rganlarning soni 6100 dan oshdi.
YouTube'da ko'rganlarning soni 4100 dan oshdi. Shuna qilib endi bu qatammi 10 000 kishidan ko'p odam ko'rdi. Nayt xush bo'ldim, nayt ilhomlandim. Sizlarga ko'pni ko'p rahmat. Bugungi 3-chi mazmun men so'zlaydigan ikki cho'ng texnika ustida bo'ladi. Bu texnikaniki birisi Xitoydagi texnika. Bu yaqinda oshkorlandi. Bir Xitoy Hularji degan bir Xitoy 1,360,000 dollar pulini ko'ydirib etib, shu orqali dunyoga Xitoyda menga kompyuter quroli degan bir qurolninki yasab chiqilganligini dunyoga bildirish uchun mishni qildi bu. Shuncha pulni ko'ydirib etdi. Hularji degan Xitoyga yosh bola. Bu biroz tekshirdim men buni. Bu zot qanday ish deb. Qisam bu ishlar hozir inglizcha medialar ancha chiqmabdi. Bu Xitoyda chiqdi. Xitoy YouTube'chilar buni biroz bunu tunishtirdi endi. Brain Computer Weapons deydi. Bu qurol qanday qildi ekan desanglar, odamning miyasini kontrol qildi ekan. Hozir shu mishni qilayotgan shirkatlarniki boshliqlari o'zining shirkatidagi butun xodimlarini miyasini kontrol qilib, ularni aytdi mard ashta qilib etib shirkatga nurg'un pullarni beradigan ashta ishqilib o'zini kontrol qila olmay ashta qildigan bir ishlarni qilib turibdi. Endi mani pash qilgan Hularji degan Xitoyniki deyishcha, bu texnikani Xitoy hokimiyati bütün Xitoy fuqarosiniki miyasini kontrol qilishga ishlatmoqchi. Intayin xatarlik, harbiy ishini ishlatmoqchi. Hozir boshlab bo'ldi buni degan narsani o'tirib qo'yibdi. Men deganda xalqaro ingliz medialar ancha chiqmabdi bu narsaga. Ammo buni sizlarga deb qo'ydim. Shu 2017-2018 yili Sharq Turkistondan 2 milliondan ko'p 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan taqvodor dinchi Uyg'ur erlarini ishga ketgan, Xitoy o'lkasiga ketgan Xitoy. Mushalarning xil ko'p qismini mushtaq ishlar tajriba qildi deb o'ylayman men. Buni hamma yerda da'vatman hozir qadar. Ammo xalqaro bu ishlarga qiziqib berib tashkilotlarni qattiq qilib boqmadi. Ashta bu boshqa bu ishlar hozirmi diqqatsiz turib qolyotdi. Lekin mushtaq narsalarni ishlab chiqilishida Uyg'urlar tajriba material bo'lib berdi deb tushunmayman men. Shunga men sizlarga deb qo'ydim. Ehtimol bu to'g'riliq paranglar bundan keyin ko'payishi mumkin. Yana bir cho'ng ish ikkinchi oyda bo'lgan. Sun'iy aql texnikasi ikkinchi oyning ichida o'ziniki iqtidoriy jihatdagi bir qism yengilliklarni oshkorladi. Buniki birisi zaten bu hozir buni qaragan bo'lsa, Xitoycha buni Ringung Jining deydi. İnsanların sun'iy aqli deyilgan. İnsanlar yasagan sun'iy aql. Shundaqda bu insonmi yoki sun'iy aqlmi qaysi rolni o'ynaydi degan bir savol tug'ildi. Hozir endi mishiyatdagi bir qism ishlar oshkorlanmoqda. Hozir nima bo'lyapti desanglar, bu sun'iy aqlniki o'zi o'rganish iqtidori kuchayib, hozir kuchayishga qarab minib, hozir har xil ma'lumotlardan foydalanib, nihoyatda murakkab va qalaymaqon masala ustida analiz yurgizib, sizga yo'l ko'rsatish xarakterdagi tavsiyalarni bera oladigan darajaga yetadigan shu tarafga ketyapti hozir. Balki burun mashinaga choy qaynatish, tomoq yetish, uy tozalashni yutib qo'ysa, shu ishlarni qiladi deydigan uqum bordi. Sun'iy aql, mashina odam degan vaqtida. Hozir bu undan halqib, o'zi har xil uchurlarni to'plab, shu ishlar asosida analiz qilib, siyosat tuzaydigan darajaga qarab ketyapti. Shuniki yaqindagi o'tirib chiqqan bir narsa Elon Musk'niki XAI degan shirkati 2018 kuni Grok 3 degan bir sun'iy aql texnikasini e'lon qildi.
Bu naiti güçlükken bize burun oylagandan naiti çok güçlük endi. Onunki asaslık nesne mi desenler bu sistem alıki meselelerni sebep netince boyunca meselelerge sebep netince boyunca qarab, andaki meselelerini hal qiladigan iqtidorga ega ekan. Iqtidorga ega ekan konkret qilib aytgan chog'da buniki mundaq 4 alayligi bor ekan. Uning birisi advanced reasoning modes deydi. Alıki sebepleştirish, meselelerni sebepleştirish. Bu nima uchun mundaq bo'lgan degan shularni to'plab ashta sebepleştirish. Xuddi alıki odamdek tafakkur qilish iqtidori ekan bu. İkincisi big brain mode deydi. Cho'ng miya holati. Bunun da bu kompüterlarniki iqtidoridan to'liq foydalanib, andaki nayiti murakkab masala ustida analiz etib berib, shu masala ustida nayiti tafsili va nayiti kuchlik imkoslarni o'tirg'a chiqarib beradi ekan. Andakin bu birisi, anandaki yana birisi deep search capability deydi. Hozir biz Google bu narsalardan savol so'rab, uni uchur topamiz endi. Ma bu sun'iy aqlniki bu joydagi qobiliyati intan kuchli ekan. Anandakin multimodal functionality deydi. Bunun da sizga yozma shaklda uchlarni birib qolmay, bu Grok 3 degan sistem har xil rasmlarni analiz qilib, uning oid uchlarni ovozliq chiqarib beradi ekan. Andakin paralnishalaydi ekansiz. Siz unga savol so'rab ovozliq, ular sizga ovozliq javob berib, mushtashdan qolar ekan. Hem sizga ovozliq uchur chiqarib beradi ekan, hem sizniki ovozliq so'rgan savollaringizni qabul qilar ekan. Ashta qilib til qobiliyati intayin kuchli. Andan bu sistemdagi matematika, texnologiya, ilm-fan, andan program yozish, kompüter programmasiga iqtidorim intayin kuchli ekan. Buni hozir setib olishga bo'ldi ekan, oyligi $40 to'lasangiz, shu X Premium degan nusxasi yezilib, shuni ishlatalar ekansiz, bemalol ishlatalar ekansiz. Bu hozir shu darajaga berib yetibdi. Bundan boshqa mush ikkinchi ayda yuqoridan boshqa yana Xitoyniki DeepSeek degan narsani o'ttirib chiqdi. Men aytgan sizlarga buni nima ekanligini sizlarga deb berdim. Ondan keyin Yevropadagi bir shirkat Open Euro LLM deydi. Bu shirkatmi yangidan bir sun'iy aql sistemasini o'ttirib chiqarib e'lon qildi o'sha ayda. Uniki bir qism iqtidorlari Elon Musk'niki XAI'niki Grok 3 deganga o'xshab ketadi. Mushundaq narsa o'ttirib chiqib, hozir sun'iy aql texnologiyasi ügütüp qo'ygan ishni takrorlashdan emas, hozir rasmiy insondek tafakkur qilib, murakkab masalalar ustida analiz yurgizib, sizga yangi siyosat taraqqisidagi tavsiyalarni o'tirib chiqarib beradigan darajaga berib ketdi. Shunga ajoyib bir zamonda yashayapmiz. Men har qatim mushtaq narsalarni ko'rsam, Uyg'urlarni o'ylayman. Biz nada hozir? Dünya taraqqiy qilib, shunday yerga kelyapti, shunday yerga ketyapti. Biz nada? Biz nima ish qilyapmiz? Bizning bolalarimiz nimani o'rganyapti? Bizning bolalarimiz o'ziniki asosli vaqti va asosli zehnini qanday ishlarga qaratyapti deb o'ylayman. Bugun men shu to'g'riliq bir qism ishlarni o'ylab ketdim. Hozir Elon Musk ishlatayotgan bu Dodge degan idorada ishlayotgan bolalarniki eng yoshi 19 yosh. Dunyoda hozir o'smirlar ishlar tarqib ketib boradi. Uyg'ur o'smirlari biz zaten nada deb, Uyg'ur o'smirlari nada degan savol kalama keldi endi. Endi mushunga qo'shib deb qo'yadigan bir narsa, men hozir texnologiya inqilobiga
kirdigan bir ishni qilyapman olam texnikasi sohasida. Ben bunu sizlarga so'zlab beraman deb planlagan uzun bo'ldi. So'zlab bo'lmadim, bugam so'zlayolmayman. Bunun vaqti yo'q. Keyin so'zlab beraman. Ikkinchi anglaysizlar. Men buni texnologiya, olam texnologiya texnikasiga bir inqilob darajasidagi bir ishni qilyapman hozir shirkatda. Buni keyin so'zlab beraman sizlarga. Endi bugungi cho'ngroq mazmun, 4-chi mazmun xalqaro ahvol to'g'risida so'zlab beraman. Nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Yaqinda Amerikaniki yangi saylangan muavin prezidenti J.D. Vance va Amerikaniki tashqi ishlar ministri Rubio Ukrainaga berib Zelenskiy bilan ayrim kurashdi bu ikkisi. Undan keyin muavin prezident J.D. Vance ikki so'rinda Amerikaga vakillik qilib, Trumpga vakillik qilib nutq so'zladi. Uning birisi München'de açılgan bexatarlik konferansı. Bunun da bu yerda 2. ayning 14. günü so'zladi. Ondan keyin CPAC degan bir yig'in, u Conservative Political Action Conference. Konservativ siyosiy harakat yig'ini degan yig'in, CPAC degan yig'in. Bunun da 20-yillar u yerda so'z qildi. Ondan başqa Amerikaniki 3 vakili ve Rusiyaniki 3 vakili Saudiya Arabistonda kurashib suhbat o'tkazdi. Amerikadan bo'lgan kishilarning ichida Rubio bor, tashqi ishlar ministri Rubio bor. Andan keyin Amerikaniki Trumpniki bir vakili, o'sha oldingi necha kun ichida bo'lgan ishlar bular. Trumpniki bir vakili Ukrainaga berib Zelenskiy bilan suhbat o'tkazdi. Bulardan başqa Elon Musk ve Trump Amerikaniki Fox televiziya şirketida suhbat etdi bular. Bütün naq meydan suhbat etdi. Ondan keyin Muskmi bu CPAC yig'inida shu yig'inniki boshqaruvchisi bilan 1 soatniki, 20 soatniki suhbat o'tkazib, hozir Trump bilan qilayotgan ishlar to'g'ri so'zlab berdi. Endi mushu ishlardan Amerika, Ukraina, Rusiya bu ishlar o'rtasidagi ishlar zodi nereden nagacha degan mush masalada bir qism yakunlarni chiqarishga bo'ladi. Men bularni so'zlashdan burun deb qo'yadigan bir narsa, Elon Musk shu Amerikaniki televiziyasi bilan bo'lgan suhbatda va CPAC'da bo'lgan suhbatning har ikkilisida bir narsani o'tirib qo'ydi. Buni men qarindoshlarniki esida tutishini umid qilaman. U nima desanglar, bir insonni boshqa insondan farqlantiradigan mundaq ikki muhim narsa bor deydi. Birisi uning kuyimchanligi. Uniki o'z xalqiga, o'z millatiga, o'z davlatiga va insoniyatga bo'lgan kuyimchanligi. Ikkinchisi uniki o'zi erishgan yoki o'ziga berilgan vazifani o'rindashdagi qobiliyati va salohiyati. Mush narsa bak muhim deydi. Birisi qobiliyat, salohiyat, o'ziga berilgan vazifani qilish uchun zarur bo'lgan. Yana birisi uning kuyimchanligi. Bu ikki narsa bak muhim degan narsalarni bekdedi. Men sizlarga Trump bilan Elon Muskniki mushu sohada alayda insonlar ekanligini bir qancha qatim dedim. Ma'lum uch oshkora o'tirib qo'yilgan narsa, shuni bir ta'kidlab qo'ydim. Bu jihatda Trumpnikimi o'xshash alayligi bor, Elon Muskga o'xshash. Shunga bu muhim narsa, shuni buni bilib qolgan yaxshi deb o'ylayman men. Endi hozirgi umumyuzlik vaziyatni nima desanglar, Amerika uyg'ondi. Amerika xalqi Trumpniki qo'lg'uchisiga aylandi. Hozir yaqinki rais sinashlarda chiqayotgan soni yuqori. Trumpning qo'llaydiganlarniki soni hozir 61%larga yaqinlashdi. Ondan keyin Trump hozir ichki jihatda cho'ng tozalash olib boryapti. Ondan keyin cho'ng tashqi jihatda xalqaroda bir cho'ng o'zgarish yasash qadamini olyapti. Bu yerdagi muhim bir narsa Trumpniki Ukraina, Rossiya urushini bir taraf qilish yo'lida olib boradigan ishlari
Xitoyda bir cho'ng o'zgarish yasashi mumkin. Bu nuqtaga kishilar ancha diqqat qilmayotidi. Lekin bu jihatda bir qism yaxshi ishlar bor. Cho'ng o'zgarish yasashi mumkin. Hozir Trumpniki shu Ukraina Rossiya urushi to'g'risida qilayotgan ishlari amaliyotda Amerikaniki birinchi dushmani bo'lgan Xitoyga taqobil turish. Bu jihatdagi taraqqiyotlarni bundan ko'p ko'ramiz. Hozir agar umumiy manzilga qaragan bo'lsak, mushtaq bir yuzlanish bor. Nima Trumpniki Ukraina Rossiya nima Amerika va Rossiya o'rtasidagi suhbat negotiation deydi inglizcha, xitoycha tampan deydi. Suhbatlashib kelishim tuzish. Mushtaq bir ishida Trumpniki aniq nishoni bor. Lekin bu nishonni oshkorlamadi. Zodi bu nishon nima buni demaydi. Hozirgi bir ahvol nima desa, mushsada intan cho'ng qilayotgancha xalqarada Trumpni tillayotdi kishilar. Ukrainani setyapti deb tillayotdi. Ahvol lekin obdaroq o'ylanib baqsaq, kishilar bu Amerika Rossiya o'rtasidagi zodi tuzmoqchi bo'lgan kelishimning nimaligini bilmay turib, hozir yakun chiqaryotdi. Bu yerdagi Trumpniki aniq bir narsa tutgan yo'li oldi bilan tutgan yo'li nima desa, Ukraina Rossiya urushida bir mangulik yeshim, mangulik bir usulni o'tirib chiqarish. Buni mangulik hal qilish bu ishni. Lekin u yerga berishdan burun Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi urushni to'xtatish. Sababi nima desa, hozir Ukraina bilan Rossiya bir cho'ng azgalga ketib qoldi. Qilayotgan urushi hech qanday bir natijaga yoki bir yangi tarafga minmayotmayotidi. Bu ikki davlat askarlarni olib bir azgalga tashlayotidi. Bular bir-birini o'ltiryotidi, bir-birini o'ltiryotidi. Hozir bu ikki davlatning o'lganlarning soni 1 milliondan oshib ketdi. Urush ashtaq bir patqoq ketib qoldi hozir. Hech qanday bir bu yerdan chiqtalash ümit yo'q hech qanday. Faqatla bir-birini o'rinsiz o'ltirishlar bo'lyotidi. Trumpniki qayta ta'kidlayotgan narsamiz shu, Elon Musk'imiz shu. Shunga oldidan urush to'xtasin deydi. Urush to'xtasin, andan keyin biz kelishim tuzaylik deb boshlaqyotidi. Endi meniki tushanchamcha hozircha bu Amerika Rossiya o'rtasidagi suhbatlashib kelishim tuzish ishlariga boshqalarni aralashtirishniki foydasi bo'lmaganligi uchun Yevropani yoki Ukrainani bu ishga aralashtirmayotidi. Ashundan kishilar Trumpni Ukrainani setyapti deb tillayotdi. Lekin emniyatga qaragan bo'lsak, Trump Ukrainani setyapti degan gapniki asosi yo'q, unda ish yo'q. Nimishqa desanglar, Sovet ittifoqi parchalanib 90-yili gumron bo'lgandan keyin Yevropa, Angliya, Amerika, Xitoy hammasi birlashib Ukrainadagi yadro qurollarini yo'qotgan. Ukrainaga va'da berib, sen qurollarni yo'q qilgin, ammo sen tahdid kuchirsan, biz sana yordam qilmaymiz. Seni qo'g'daymiz, sana hech kim hujum qilolmaydi deb shu chog'da 94-yili bu ishlarni mushu nurg'un davlatlar birlikda qilgan. Lekin 2014-yili Rossiya Ukrainaga kirib Qrimni besib oldi. Dunyo ma davlatlarga sen setyapsan Ukrainani demidi u chog'da. 2014-yili Obama prezident vaqtida shu Rossiya Qrimni tatib olgan, besib olgan. Shu chog'da dunyo Obamani sen Ukrainani setyapsan demidi yoki qolgan abaki Angliya, Fransiya, Yevropa, Xitoy degandek davlatlarni sen Ukrainani setyapsan deb hech kim gap qilmagan. 2022-yili Rossiya Ukrainaga kirib 4 o'lkani besib olganda, Ukrainaniki sharqiy qismidagi 4 o'lkani besib olgan chog'da Biden prezidenti
Bayden aytı yumşaq başlıq qildi bu ishda. U chog'da hech kim Baydenni sen Ukrainani setvatding demedi. Yoki qolgan ayni vaqtda Ukrainaga va'da bergan davlatlarni undaq demedi. Endi hozir Trump Rossiya bilan suhbat o'tkazib kelishim tuzaman deb bir ishlarni qilib olsa, bu dunyo qo'zg'alib tillayotdi. Amaliyotda eng qattiq tillayotgan Xitoy. Nimishqa desa, bu ishdan Trumpniki tutayotgan ko'rayotgan tadbirlardan kelib chiqadigan natijadan eng chong ziyon tortadigan Xitoy. Ashta bu boshqa Xitoy tiplab turmayotdi. Xalqaro mediada qalamqanchiq to'ldiryotdi. Bir qism kishilar shuniki oqqarsini bilmay, ayishib ketyotdi bunga. Xitoy bilan Ukraina o'tirishlikni qarab baqsaq bo'ladi. Xitoy Ukrainadan intan ko'p foyda olgan. Nimani Xitoyniki yasagan birinchi aviamatka aeroplan tushiruvchi parxodni bular Ukrainadan sotib olgan. Andaki Ukrainadan urush aeroplanini sotib olgan Xitoy. Andaki to'xtamay nurg'un kan mahsulotlarini import qilyotdi Ukrainadan. Lekin hozirgidek mushtaq vaqtlarda Xitoy Rossiya bilan birlashib olsa, Ukrainaga bo'lgan tajovuz urushda Xitoyni tilagan odam yo'q. Xitoyni setvatdi deydigan odam yo'q, ammo hozir Amerikani Trumpni davaydi. Amerika nayta uzun muddat vaqt ichida Ukrainaga yordam berib, Yevropaga manfaat kelgan. Ukrainaning manfaatini Yevropaga yetkazgan. Lekin hozir Ukrainani sotgan Yevropa emas, Amerika bo'lib qolyapti. Trump sotgan bo'lib qolyapti. Endi bu yerda agar obdan qarab boqadigan bo'lsak, Trumpniki ihanatga tillash qilishi qandaqdir urushni oxirlashtirmoqchi bo'lganligidan emas. Asosligi shu urushdan keyin xalqarodagi harbiy va moddiy kuchlarniki bir kuchlarni qaytadan o'rlashtirish bo'ldi-da endi. Bu Trumpning ko'zlayotgan narsa, mushatlik narsani qaytadan o'rlashtirib Xitoyga taqobil turish. Ashta boshqa hozir bu ishga Xitoy eng norozi. Endi shu Trumpniki tutgan tadbirlarga yo'l qo'ygan tadbirlarniki yaxshi unumlar bo'lyapti. Masalan, hozircha bu Amerika, Rossiya suhbatidan bir natija chiqqani yo'q. Lekin Yevropa biraz uyg'ondi hozir. Yevropa bundan o'ziniki davlat mudofaasiga ajratadigan xarajatini ko'paytirib, bir Yevropa harbiy qo'shinni vujudga keltirib, shu orqali Ukrainaga yordam berishda Amerikaga tayanib olmay, o'zi qilish misolida biraz uyg'onyapti hozir. Bu yerda men sizlarga deb kelgan bir ahvol bor. Ikkinchi dunyo urushidan burun shu NATO qurilgan chog'da uning bir sharti bor ekandiq. Har bir davlat o'ziniki davlat kiriminiki 2%ni davlat mudofaa harbiy ishlarga ajratish kerak deydigan. Shu orqali dunyoning tinchligini qo'g'daymiz deb. Amerikaniki buni qilib keldi. Yevropadagi boshqa ellardan bir qanchasi buni qilayotgan, lekin ko'pincha ellar uni emas. Ko'pincha ellar Amerikaga yo'linib olib, harbiy jihatda nihoyatda cho'ng chekinish yuz berdi ularda. Masalan, hozirmi Yevropadagi bir qism davlatlarni darhol Ukrainaga yordam qilinglar desa, ularning harbiy jihatda qobiliyati yo'q ekan. Chiriklik eg'ir u yerdami? Ashtaq bir ahvol bor ekan. Shunga hozir vaziyat shu. Endi Trumpning tutgan yo'li bilan mayli Amerika ichilikisi bo'lsin yoki xalqarodagisi bo'lsin, nurg'un shaxsiylar va organlarniki manfaati tatbiq uchrayotdi hozir. Shu hozir shu kishilar va bir qism solchi medialar birlashib Trump hujum qilyapti. Endi albatta men degandek Trumpning yetmoqchi bo'lgan nishoni zodi nima? Amerika, Rossiya suhbatida yetmoqchi bo'lgan nishon nima bu o'tirib chiqmadi. Lekin buning ichida bir narsa aytib aniq. Amerika hargiz sharqiy Ukrainadagi 4 o'lkani
Rossiyaga biritaman degan gapni deb boqmadi. Unday gap yo'q. Mana bu Vanis so'zlagan vaqtida Ukrainaniki ahvolini 2014 yildan burungi ahvolga opirish amniyatga uyg'un emas degan gapni dedi. 2014 yildan burungi bu demoqchi bo'lgani Qrimni demoqchi. Lekin ma to'rt o'lka to'g'riq degan gapi nima desanglar, o'sha Vanisning degan gapi. O'sha to'rt o'lkadagi kan boyliqlarini Ukraina bilan Amerika bir birlashma shirkat qurib bila ochayli deydi. Uni bila ochayli. Andikin biz Ukrainaga yordam qilaylik davomli, ammo Ukraina bizga qilgan shu birlashma shirkatniki topgan pulsi, shu birlashma shirkatniki Amerika qismi topgan pulsi Amerikaniki qilgan yordamini qaytarish bo'lsin deydi. Deb magapni o'tirib qo'ydi. Buniki intayin cho'ng orqa ko'rinishi bor millatda, cho'ng foydasi nima desanglar, agar mush to'rt o'lkada Amerika bilan Ukraina shirkat qurib, shu shirkatni mangdursa, Amerika bu o'lkalarni qurolli qo'g'daydi. Oldidan Ruslarni u yerdan tepib chiqaradi. Ruslarni tepib chiqarib, shu yerda ularni u yerni qo'g'daydigan gap, Ruslar qaytib kiramaydi u yerga. Shunga bu to'rt o'lkaning ahvoli amaliyotda hozirgidan jiq yaxshi bo'ladi. Shunga endi davomli Ukrainaga tayyor turdi. Endi bu iqtisodiy masalaga kelsak, hozir qadar Yevropa Ukrainaga qilgan yordamlar aslida qaytib keldi ekan. Bular aslida kelishgan ekan endi. U yordamlarni keyin qaytarib berdi ekan mana ko'mir kan materiallarini satish orqali degandek. Lekin Amerika bilan bunday kelishim yo'q. Shunga Trumpniki changab ketayotgan bir ishimiz shu. Sen Yevropaning qilgan yordaming biznikidan oz, ammo uni qaytarib olmoqchi, ammo bizning yordamimiz qaytib kelmaydi. Dunyoda mushundaqmi adolatsizlik bo'lamdi deb, Trumpniki biroz turamayotgan ahvolni bir shu. Yana bir ahvol nima desanglar, Rossiyaniki Yevropada 3 trillion dollardek pul bor ekan. Ashyaga nima deymiz? Mablag' saqamı ya shu yerda bankka qo'yganmi degandek. Mana pul bor ekan. Hozir endi Yevropadagi ba'zilar, masalan, Angliyaniki burungi bosh ministri Johnson, Trump bilan hamsi ash pulni to'ntib qo'ygan pul-ku u. Ash pulni to'natgan pulni chiqarib Ukrainaga yordam beringlar desa, Yevropalar olmayapti. Aslida endi odatdagi aqalli bilim bo'yicha qaragan chog'da bu urug'liq fikr deb o'ylayman. Lekin bu ishim bo'lmayapti. Alaki Trumpni xalq qilib yotgan yana bir narsa shu endi. Biz Amerikalarni yandatamizmi deb shuni o'tirmayotgan. Hozir endi Ukrainaniki sharqiy qismidagi to'rt o'lka to'g'riliq yana bir masala bor. Uni nima desanglar, u yerlarniki aholisining 70% ruslar ekan. Ana ruslar 70% rus. Bu to'rt o'lkaning kishilari Ukrainadan mustaqil bo'lib chiqamiz deb ish aytayotganlar xil bo'pti. 2014-yildan boshlab mushlar bo'lyapti deb tushunaman. Aştaq bo'g'il turibdi, bular bo'linib chiqdimiz Ukrainadan deb. Shunga hozir bu Rossiya, Amerika suhbatidagi bir cho'ng masala shu. Hozir masalan, bu qatim qamishlar ayeti o'ngish minib Rossiyadan Ukrainani butunlay tortib olgan taqdirdami, bu to'rt o'lkaniki xalqining Ukrainaga tayyor bo'lib turishini xohlamasligi. Bu bir masala bor ekan. Shunga bu yerdagi ishlar intayin murakkab. Zot ularning taqdiri qanday bo'ldi keyin. Bu to'rt yerni masalan ozod qilgan ekan Rossiyadan, bu yerdagi muqimsizlik ishlarni yo'q qilaman deb bu yerdagi to'rt o'lkaniki ruslarini Rossiyaga chiqarsa yine bo'lmaydi. U irqiy qirg'inchilik bo'lgan gap. Ashta bu boshqa bu yerda bir murakkab ahvol bor ekan. Shunga buni hal qilmoq tez. Trumpniki bir qancha qatim dedi bu gapni. Hozirgi Rossiya Ukraina to'qinishini faqat Trump bilan hal qila oladi. Faqat Trumpniki
hokimiyat ham haq oladi, boshqa hech kimniki qo'lidan bu ish kelmaydi deyotgan sababimiz shu. Bek ishlar intayin murakkab. Endi ashtaqdimi tahi zodi Trump zodi konkretni nima qilmoqchi shu suhbat orqali, ruslar bilan bo'lgan suhbat orqali nima nishon etmoqchi bu o'tirib chiqmaydi. Shunga bu to'g'riliq yakin chiqarib o'tish sal baldirlik qiladi hozir. Shunga sal o'zini besib olgan yaxshi deb o'ylayman. Endi abaytan deganimdek necha kunning oldida Amerikadan 3 kishi, Rossiyadan 3 kishi Saudiya Arabistonga berib suhbat o'tkazdi. Buning ichida Amerikadan bag'alanchida Rubio bor. Andan keyin Amerikaniki Trumpniki yana bir vakili, u bir general, pensiya chiqqan general ekan, Zelenskiy bilan kurashdi. Ukrainaga berib kurashdi. Bu yerda qandaqdir Ukrainani tashlab qo'ygan ish yo'q. Trump ikki taraf ishni tanqiyotida hozir. Hozir bu kurashishdan keyin har ikki taraf, Amerika va Rossiyaning har ikki tarafi bu kurashish yaxshi bo'ldi. Yaxshi natijaga erishdi dedi. Lekin natija nima o? Zaten qaysi natijaga erishdi degan narsa o'tirib chiqmadi yana. Bu ishlar yaxshi maxfiy tutilyapti hozir. Meniki tushunishimcha maxfiy tutilgani keyingi taraqqiyotga foydali. Ashta bu boshqa bularni oshkorlamayotdi. Mening tushunishim shunday bo'lyapti. Endi meniki tushunishimcha hozirgi Trumpniki hozirgi maqsadi o'zi unum berdi. Bu ishni hal qilishniki faqat usuli faqat mushlam shu, bundan boshqa usuli yo'q degan choralarning hammasini qo'llanib boqmoqchi bu. Agar ashuni qo'llanib beqib bu ish yana unum bermasa, Trump Ukrainani Yevropaliklarga topshirib berib, bu sizlarniki qo'shninglar, sizlarniki yaqin Rossiyadan tahdid kelsa sizlarga keldi, bizga kelmaydi. Shuni mashina izon hal qilinglar. Men qilib bo'lgandan hammani qilib boqdim. Endi bunda ortiq qilolmayman, bo'ldi sizlar qilinglar deb Ukrainani Yevropaga o'tkazib berib, Amerikaning butun diqqatini Xitoyga qaratish mumkin. Men tushunishim shunday. Nimishqa deysizlar desanglar, yaqinda bunday ish bo'ldi. Amerikaniki ikki harbiy paraxoti Tayvan bo'g'zidan o'tdi. Aslida normalni suratda mangsa bu paraxotlar Tayvan bo'g'zidan 3 soat o'tib bo'ldi ekan. Lekin bu ikki paraxot 3 kun ara o'tib bo'ldi u yerdan. Nimishqa desanglar, bu birinchi paraxot harbiy paraxot. Uniki qildigan ishi suv osti bombalarniki o'rnini tepib chiqib xaritasini sizib chiqish. Qayerda qanday bombalar bor? Mushlarni aniqlab chiqish vazifasi shu ekan. Ikkinchi paraxotning vazifasi birinchi paraxotni qo'g'dash. Shunga bular oldirmay minib, Tayvan bilan Xitoy o'rtasidagi suv ostidagi bombalarni o'rlashtirish ahvollarini tekshirib chiqibdi. Mening bilishimcha Fransiyaning paraxotlari keldi u yerga. Mushta ishlar bo'lyotdi. Qisqasi Trump Xitoy bilan urushishga tayyorlab qo'yadi hozir. Andan keyin bu Ukraina, Rossiya ishi biz suzilib ketaverib, natija chiqmay, bir ozg'ancha qilib ketaversa, Amerikaniki va o'zining diqqatli kuchini yig'ib Xitoyga taqobil turish mojatga ishlari kechikib qoladi. Shunga Trumpniki bir qism tadbirlarni ilishdagi maqsadlari mushu sohada. Lekin nurg'un bir qism yerlar, masalan Yevropa, Ukraina degandeklarning hammasi bu ahvoldan to'liq tushunmagandek qiladi. Shunga bak ansirab ketib bordi Amerika. Zaten Nims savdo kelishimi qilyapti Rossiyalar bilan deb. Shunga bu ishlar aniq emas aytman degandek. Lekin hozirgi sirtqi biroz alomatlarda nima alomatlar bor. Anandaki yana bir narsa, hozir Rossiya bilan Xitoy natija jiddilashib ketdi. Bir-birini ma'rab yuribdi. Qanday ma'rab desanglar, kim Amerikadan oldi bilan yiqilishib ketadi. Xitoy Rossiyaniki Amerikadan yiqilishib ketishini qo'rqyapti, Rossiya Xitoyniki Amerikadan yiqilishib ketishini qo'rqyapti. Ikki taraflar qo'rqyapti. Yaqinda Xi Jinping degan jonlat o'ziniki tashqi ishlar sohasidagi bir qism odamlarni maxsus o'rlashtirib, Rossiyaniki butun ish harakatlarini kuzatish, Amerika bilan bo'lgan munosabatda bu ishni yo'lga qo'ydi yaqinda. Rossiya mashlab qilyapti hozir. Shunga bular ikkisidan birisi Amerika bilan yiqilishib, yana birisi
birisi yiqilishib, shu sababdan Rossiya bilan Xitoy o'tirisiga so'roqchilik tushish ehtimolligi bor hozir. Bu yerdan aytib bir jiddiychilik mavjud. Endi Trump'daki hozirgi tahlilchilarniki o'tirib qo'ygan bir narsa, Trump'ning maqsadi, o'sha Rossiya bilan o'tkazayotgan suhbat bu narsadagi maqsadi Rossiyani Xitoydan yiroqlashtirish. Ayni vaqtda Nixon davrida Amerika Xitoy bilan birlashib Rossiyaga Sovet ittifoqiga qabul qilmoqchi bo'lgan. Hozir Trump buniki aksini qilishni planlayotdi degan gaplar bor. U nima desa, hozir endi Amerika Rossiya bilan birlashib Xitoyga qabul qilish. Bu ehtimollik bormi deganda bor, lekin bu bitta aniqlik bo'lolmadi. Hozir mushtaq bir ishlar bo'lyapti, natija jiddiychilik bu jihatda. Ondan keyin Trumpniki yaqinda Ukraina Zelenskiydan xafa bo'lib ketgan yana bir narsa, Amerika bu san ikki xil san bor. Amerika Ukrainaga hozirgacha Biden chiqqandan keyin 2022 yildan keyin 170 milliard dollar yordam qilib qo'yibdi. Buni Trump 350 milliard dedi. Bu ikkisini qarshisi soni rost bilgil bo'lmaydi. Ama 170 milliard degan son biraz ishonchlik. Aşağı pul beribdi, lekin Zelenskiy deydi, bizga kelgan pulninki hammani qo'shganda 70 milliardga bormaydi, 70 milliardga yaqin, ama unga bormaydi degan gapni dedi yaqinda, bir qancha qatim. Shuning bilan agar 170 milliard bo'yicha hisoblasakmi, 100 milliard dollar ne ketdi? Bu Amerikadagi bir qism kishilarning yancha ketdimi? Yoki Ukrainadagi bir qism kishilarning yancha ketdimi? Hozir shu umumiy manzilga qarab baxsanglar, Ukraina bilan Rossiya bir ozganchida bir-birisi bilan etishyapti. Ozgandan chiqolmaydi, ishdan borolmaydi. Shu bir ozganchida askarni o'yatayotdi, bir-birini o'ltirdi bular, o'ltiryapti. Lekin ma pullar boshqa bir qism odamlarga yancha ketib bordi. Bir qism odamlar qattiq pay bo'lyapti bu puldan. Shuning ularning urushni oxirlashtirib qo'ysim yo'q. Bu zat bu qism kishilar kimlar? Ular nerede? Amerika'da mı yoki Ukrayna'da mı? Aniq emas. Hozir endi nima Trump Rossiyani Xitoyniki qo'yindan tortib olish mush sahada bir qism ishlarni qilyapti. Hozir Rossiya ichidami Xitoydan yiroqlashish ishlari mavjud medialarda. Yaqinda bir Rossiyadagi bir chong amaldori Xitoyniki Chag'an bayramini tabriklamaslik ish to'g'riliq qattiq fikrlarni o'tirib qo'ydi. Rossiya askarlari Ukrainada Xitoy yasagan dron uçkusu aeroplanda ulyapti. Endi biz shu Xitoyniki bayramini Rossiyada tabriklandik. Xitoyniki qo'li Rossiyaliklarning qindig'i qizil bo'ldi. Aytaqtisa biz Xitoyniki qizil nimalarni chiroqlarni osandiq Rossiyaga degan narsa o'tirib qo'ydi yaqinda. Endi mediadami Xitoydan norozi bo'lgan kayfiyatlarni aytib kuchlanmoqda hozir. Yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng ish Trump bilan Zelenskiy to'rida tillashdi desak ortiq ketmaydi. Trumpni o'ziniki haqiqat degan mediasida uzun bir narsani yozib Zelenskiyni aybladi. Uningga Zelenskiy raddiya berdi. Trumpniki degan bir qismlari gaplari rost, bir qismlari ko'ptirilgan. Lekin buning bir sababi bor. Bu nima desanglar, Maşı yaqinda Trump, Rubio bilan Vance, prezident Vance'ni Ukrainaga avatib Zelenskiy bilan ayrim kurashgan. Shu chog'da Babatning degan gaplarni bu ikkisi Zelenskiy degan, ya'ni sharqdagi 4 o'lkada Amerika Ukrainaga birlashma shirkat qurib, yer osti kon boyliqlarini ochayli, biz sizlarga davomli yordam qilayli,
biz qilgan yordamni shu kan shu kan boyligini ichib shirkatlar topgan puldan Amerikaga tava bo'lgan qismini shu biz qilgan yordamni qaytarish bo'lsin, mushtaq qilaylik degan shu taklifni o'tirib qo'ygan Zelenskiyga bevosita. Zelenskiy vaqt qabul qilgan buni darhol. Yaxshi bu chataq yo'q degan. Lekin 2 kundan keyin Zelenskiy shu medialarda so'zlab Amerika mushtaq talab qo'yganda men yoqdidim deb ani inkor qildi. 2 kundan keyin lamkin. Ashning bilan Trumpniki dahshat iymoni tushdi. Trumpni agar tushunsanlar, Trump faqat ziyon tortishni xohlamaydigan odam. Har qanday ishda. Bu zotni etishqad odamini chuqum yiqitaman deb qo'ygan odam, endi miyada Zelenskiyda bir samimiyatlik bo'lmaganligi uchun mashta. Tinvaganligi uchun intan qattiq achchiq kelib o gaplarni degan. Shunga Trumpniki degan gaplarniki hammasi rost emas. Bir qismi rost, lekin bu yerda g'azablangan o'chilish xarakteri bor bu yozgan narsada. Yana bir tarafdan bu Trumpniki taktikasi. Men buni burun deb kelyapman. Bir misol qarasanlar bo'ladi. Trump Kanadaga 25% bosh qo'shiman, Meksikaga 25% bosh qo'shiman dedi yaqinda. Deganda darhol bu ikki davlat chegirga 10 mingdan askar qo'yib, chegirdan Amerikaga kirayotgan qonunsiz ko'chmanlar va fentanyl degan zaharli chekimlik bilan hammasini to'sdi bular. Trump ish qilmay turib shu gapni deganligi uchun ma ikki davlat harakat etib, chegara to'silib, hozir endi chegaradan kirayotgan, qonunsiz kirayotgan kishilar butunlay yo'q edi, asosan yo'q degandik. Kuniga necha yuzdan kirayotgan kishilar, lekin asosan to'xtab ketdi. Demak, Trumpniki taktikasi unum berdi degan gap ayadi. Qolgan ishlardami Trump gap qilgan chog'da intan radikal gap qildi bu. Qattiq qildi gapni. Aqsini yumshaydi. Yumshab ishni qildi bu odam. Unda hozirgi ma'o ishdimi kishilar deydi, Zelenskiyga yozgan maketi, Zelenskiyga yozgan maketimi bir taktika deyapti. Ammo buni sabab bo'lgan narsa abaytaman degan narsa. Zelenskiy va'dasi tutmagan, samimiyatsizlik qilgan ish. Bu yerdagi Amerikaniki qo'ygan talibi intan o'rinliq amaliyotda, o'rinsiz emas. Nimishkin dunyodagi kishilar Amerikani tillashga shunchalik qodir ekan. Shundoq Amerikan, hadisi tillab turdi ekan Amerikan. Bu Amerika nurg'un ishlarda ziyon tortiblar kelyapti. Amerikaniki davlat qarzi hozir 36-37 trillion dollarga bordi. Her yiliga mushu qarz uchun 1 trillion 115 milyard dollar o'sim to'layapti. O'sim, to'layotgan o'simning o'zi lamkin 1 trillion 115 milyard dollar. Amerikaniki davlat mudofaa xarajatidan ko'p bu. Amerikaniki yillik kirimi 5 trillion dollar. Ama chiqimi 7 trillion dollar. Biden taktik chiqqandan keyin mushtaq mengyapti Amerika. Shunga Biden taktik chiqqan 4 yilning ichida Amerikaniki qarziga 8 trillion dollar qo'shilib ketdi. Men bu yerda qarindoshlarga deydigan bir narsam, Amerika mushtaq ketaversa, Amerika yo'qoladi. U biz o'zimizning oilasidan ham o'ylab boqing. Oilangizga kirayotgan oilangizdan chiqayotgan pul, kirayotgan puldan ko'p bo'lib ketsa, qarzga bo'lib ketsangiz, har yili shundoq chiq, o'sin to'lasangiz, siz qancha yashay olasiz? Bu o'yinni qancha tutib tura olasiz? Amerika o'xshash. Agar Amerika vayron bo'lsa, uningdan keyin o'ttirga chiqadigan dunyoda siz bizning yashag'imiz kelmaydi. Men aniq bu narsa. U chog'da dunyoni zo'mingarlar boshqaradi. Adolatsizlik bo'lmaydi. Shunga alaqi bu gapni men Amerikani tillashga amroq kishilarga qarata deyapman. Hozir Amerikani tutayotgan bir qism yo'llari amansizlikdan qilyapti buni. Andan keyin intan ko'p tangsizlik bor. Masalan, Amerika Yevropaga chiqargan mashinalariga 2,5% boj qo'shidi ekan hozir. Ama Yevropa Amerikaga kirgizayotgan mashinalarga 15% boj qo'shidi ekan.
Мұштақ таңсыздық бар. Якында шуңа Трамп bir мәмүри бұйрық имза қойды. O неме десе, таң баж қошыш tüzümü degandek bir narsa. Agar Yevropa Amerikaga kirayotgan mashinaga 15% boj qo'shsa, biz bu Yevropaga chiqargan mashinaga 15% boj qo'shishimiz degan. Bu yerda baravar bo'lsin, adolatli bo'lsin, tangpollik bo'lsin deydi. Sen foydali olib, men ziyonli tatmay, mana o'xshayli, o'xshash bo'layli, sen bilan o'xshash bo'layli degan gap ma'lum. Shunga men qarindoshlarning bu ishlarni tushunishini umid qilaman. Hozir endi o'sha yaqinda Trumpning degan gapida Zelenskiy bir diktator degan gap bor. Zelenskiy shuna dedi, aniga Elon Musk dedi, Zelenskiy bir diktator deb. Men endi sababini tushuntirib qo'yaman. Nimada Ukrainada o'tgan yil 2024-yili prezidentlik saylam bo'lishi kerak ekan, aslida qonun bo'yicha. Manchi yilda bir qatim saylandi degan qonun bo'yicha o'tgan yil saylam o'tkazilishi kerak ekan. Lekin bu saylam o'tkazilmay, hozir Zelenskiy davomli turyapti bu yerda. Hani Zelenskiyning ko'rsatgan sababi biz urush davrida yashayapmiz. Urush davrida saylam o'tkazolmaymiz deyapti. Bu degan gapi o'rinliq. Lekin tarixda endi Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Angliyaning prezidentini qayta saylaganmi, boshqa bir Yevropada chiqib boshqa bir misol bor ekan. Saylam o'tkazgan misol bor ekan. Hozir endi Zelenskiy saylam o'tkazmadi. Anikin Putin Zelenskiyni o bir qonunsiz prezident, biz unda odamlar bilan suhbatlashmaymiz deb turyapti hozir Putin. Ashta boshqa mushundan kelib chiqqan gap balki Zelenskiy diktator degan. Endi bu gapning o'zi to'g'ri emas, ana so'zning ishlatilishi, lekin kelib chiqish sabab shu. Shuni sizlarga bir deb qo'ydim. Hozir endi bu yerdagi yana bir qiyinchilik nima desa, Putin Zelenskiy bilan suhbat o'tkazgani udimasa, bu urushni qanday to'xtatamiz degan masala bor. Bu urushni qanday hal qilamiz degan masala bor. Aslida buning amali urushni vaqtincha to'xtatib turib, Rossiya bilan Ukraina o'rtasida urushni Ukrainada bir saylam o'tkazib etib, undan keyin ishlarni asliga keltirish ashta bir qissa bo'landikin, lekin hozir unday narsalarga yo'l qo'yilmaydi. Lekin mushta bir yerdagi bir qatmanliq bor endi. Endi hammamiz bilamiz, Zelenskiy bir o'g'il boladek ish qilgan. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin Yevropa, Amerika, biz Amerika insonga ayblanib o'tayli, Yevropadagi bir bexatar davlatga berib olgan deganda Zelenskiy yo'q. Men bormayman, meni aktivligini ayblanib o'tmay, menga qurol o'rgatinglar. Men hech narsaga bormay urush qilaman degan bu odam. Nihoyatda bir o'g'il bolachaqni namoyon qilgan, shunga bu bir o'g'il bola endi. Endi biz uqmaydigan boshqa qanday ishlar bor, hozircha bilmaymiz. Albatta men degan yordam pullariniki bir qismimi shu Zelenskiyning yanchiga kirib ketdimi? Ba'zilar ashlar deydi ekan, ashlar gaplarmi bor. Bu ishlar ikkinchi aniq bo'ladi, lekin biz konkretini bilmaymiz. Yaqinda hozir endi Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgani 3 yil bo'ldi. Bu 3 yillik bo'lganligi munosabati bilan BDT'dan bir xotirlash faoliyati o'tkazdi ekan. Shu faoliyatga oldin qatim tayyorlangan bayonotnomaga Rossiya Ukrainaga tajovuz qildi. Rossiya Ukraina o'rtasidagi tajovuz urushi deb oldi ekandik. Bu yilqiga Trump uni qarshi turibdi, uni tajovuzlik urushi demay, to'qinish deb e'lonladi deb. Rossiya Ukraina to'qinishi deb e'lonladi deb ashtaq bir narsani talab qilibdi. Agar ashtaq qilmasanglar biz buni qatnashmaymiz degan ashtaq bir ishlar bor ekan. Endi bu bir o'rinsiz ish bo'ldi deb o'ylayman. Kishilar ayblanyapti bu ishni. Menimcha bu ayblashlar o'rinliq. Endi degan so'zlayotgan 5-mazmun Ukraina to'g'riliq pek uzoq to'xtalib ketdim, kechiringlar. Men de bir tushuncha berib qo'ydim.
Biraz har xil xabarlar bor. Buniki birisi Amerikaniki FBI'niki direktori edi ma'qullashdan o'tdi. Cash Patel degan kishi o'zi Hindistonlik Amerikada tug'ilgan Xitoyga vahshiy o'ch odam bu. Shu rasmiy tasdiqdan o'tgan vaqtida so'zlagan nutqinimi Xitoyni intayin qattiq aybladi fentanil ishi bo'yicha. Bu odamniki bir danliq gapi bor o'tganda degan. Agar men FBI'ga boshliq bo'lsam, Washington DC'dagi FBI binosini taqayman. U yerda ishlayotgan 8 mingdak xodimning hammasini tuanga haydayman. Sen bu yerda ishxona nima ish qilsa, tuanga borib ishini xizmatini qil deb tuanga haydayman. Anikin atislam bu binoni qaytadan ichib, Amerikadagi shu qora kuchlarniki muzixansi qilib ochaman degan bir gap bor endi. Bu odam intayin yomon odam. O'sha odam rasmiy saylandi. Aniki yamir bo'lgan bir ish, mana bu konservativ siyosiy harakatlar yig'ini degan yig'inda 2 kun oldin ochilgan. Elon Musk berib qatnashib, yerda so'zladi, suhbat berdi. Andan keyin bo'lgan bir ish, bu Argentinaniki prezidenti Javier Milei deydi. Javier Milei degan kishi bir elektorlik harni ko'tarib kelib bu. Harni ko'tarib kelib Elon Musk'a taqdim qildi bu. Bu nima desa Elon Musk hozir Amerika hokimiyati ichidagi, hukumat ichidagi chirklik, o'g'irlik, har xil narsalarni pash qilyotdi hozir. Shunga chirklikni mushtaq yo'qot deb, harvili kesib yo'qotgan deb bir harni kelib ko'tarib bir qo'ydi. Elon Musk ko'tarib yurib bir qiziqarli ish bo'ldi. Bu bir cho'ng xabar bo'lib ketdi xalqarada. Hozir qadar Elon Musk boshqarayotgan hukumat ishini o'stirish idorasi hozir qadar 55 milliard dollar pulni qutqizibdi. Shundan keyin hozir yaqin bir taklif berdi Elon Musk Trumpga. Biz shu qutqizib olgan pullarniki 20%ni Amerika fuqarolariga qaytarib bersak. 20 degan taklifni beribdi. Bu taklifni Trump qabul qildi. U yaxshi taklif deb. Ben hisoblab baktım, ba'zilar deydi bir odam beshiga 5000 dollardan bir ekan deb. Amerikaniki nüfusi 370 million endi. Agar bir odamga 5000 dollardan bersa qancha pul ketadiganini deb hisoblasam, mening hisobimda 118 milliard dollardek pul chiqdi. 118 milliard. Çünkü bunu qilib bo'ldi ekan deb o'yladim. Agarda 1 trillion yoki 2 trillion pulni qutqizib qolsa, mishqatam 2026 yılın o'tirg'ichilik 117 milliard dollar pulni Amerikalarga qaytarib bersa, men cho'ng gap emas ekan deb o'yladim. Qil bo'ldi ekan. Hozir mush gaplar o'tirib chiqdi. U pulniki 20%ni Amerikalarga qaytarib berish, 20%ni Amerikaniki davlat qarzini qaytarishga ishlatish, qolgan 60% pulni saqlab qilib, uni kilarjillik Amerika davlat hamjoti uchun ishlatish degan narsani o'tirib qo'yibdi hozir Trump. Buni qilib bo'lgan ish deb o'ylayman men, ammo oxir qanday bo'ldi uqilolmaydi. Endi yaqin chiqqan yana bir gap, bu jazmlashmaydi, lekin o'tirib chiqibdi bu gap. Hozir endi Amerikaniki hukumatidagi nurg'un idoralarni taqab, odamlarni ishdan bo'shatib, andan keyin FBI mo odamlarni DC'dan sirtqa qo'g'lab qolganlik uchun hozir DC'dan ketadiganlar ko'payib, uy sotilgan uylar chiqib ketib, uyning bahasi 30% tushib ketdi degan gap o'tirib chiqdi. Ma'mu jazmlashmagan gap, lekin hozir medialarda mush planlar bor. Shu DC'dan uy olish planlar bor bo'lsa, hozir oson yaxshi ekan. Andan keyin yaqin chiqqan yana bir gap, Amerikada bir qartalik ayol 2022 yili mening bilishimcha Georgia degan shtatniki shtat boshlig'i bo'laman deb saylovga tushgan bu ayol. Bu ayol saylovga tushib tutamadi. Bu ayol demokratchi, qartalik ayol. Yaşı 50 yaşlarda bor mening farazimcha. Stacey Abrams deydi bu ayolning ismi. Shuni saylanmay Cumhuriyetçi Kent qadamisi, Kentga adam saylangan shtatning boshlig'i bo'lib. Bu ayol u ishdan keyin bir kirimsiz tashkilot quribdi. $100 pul bilan.
Kirimsiz teşkilat kurup diken 2022 yılı. Yıkında bunun teşkilatındaki bank hesabıda 2 milyar dolar pul payda olib qapti. 2 milyar, 100 dolardan 2 milyar dolarga çilek. Hazır endi pullar nereden geldi degan gaplar chiqyapti. Menimcha bu ishlar keyincha aniq bo'ldi. Yaqin chiqqan xabarlarning birisi shu. Anaki yana bir xabar Amerika bu dollarniki 1 sentlik tenge pulini yo'q qilib etmoqchi bo'pti. Nimishqa desanglar bu 1 sentlik pulni ishlab chiqarish uchun 4 sent pul kerak ekan. Ya'ni sizlar pulni 1 sent pul hashlamay setvasanlar 4 sent pul bo'ldi ekan u. Hozir bu 1 sent pul chiqilib 19 yildak bo'pti. Amerika intayin jiqsiyandaq ketdi bu yerda. Şu bunu to'xtataylik deb qaror qilibdi yaqinda. Undan keyin 5 sentlik tangini yo'q etishi mumkin deydi. Ana shunday bo'lgan chog'da 1 sentlik 5 sentlik pullar bo'lmasa, molniki bahasi qandaqdir 1 dollar 99 sent degan narsa yo'qolib ketdi deb o'ylayman. Masalan, u chog'da 1 dollar 90 sent bo'lishi kerak, yo 2 dollar bo'lishi kerak deb desa qaytaradigan 1 sentlik pul bo'lmagan lekin. Ashta bo'lamdi chiqib, o'sha gaplar o'tib chiqibdi. Undan keyin yaqinda o'tib chiqqan yana bir cho'ng xabar Xitoy to'g'riliq. Xitoylar hozir Beijingga 30 kilometr keladigan bir yerga, Beijingniki janubiy g'arb tarafidagi 30 kilometr keladigan bir yerga intayin cho'ng harbiy qo'mondon binosi silishni boshladi yaqinda. Buning rasmlari to'liq ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Intayin zamonaviy, intayin cho'ng, buning cho'ngligi Amerikaniki Pentagon, 5 burjalik Pentagon binosidan 10 nesli cho'ng deydi. Aştaq bir çoğun binanı silishga boshlab hozir Amerika buni resimlarini tarqatdi. Demak, hozir Xitoymi nayt bir çoğun urushga tayyorlab qilyapti degan gap. Bu binoniki iqtidori odatdagi an'anaviy urushlardan saqlanish emas. Buniki ostidagi oqiblari yadro bombalaridan saqlangan bo'lgan darajada qilib yasalyapti deydi. Yaqinda xabar o'tirib chiqdi. Bu jazmlashgan xabar. Ondan keyin hozir Xitoyda ikki ish bo'lyapti. Uning birisi yuqori qatlamdagi huquq urushi. Bu intayin jiddiy holatda bo'lyapti hozirmi. Yana birisi butun Xitoy miqyosida xalqlarniki aldamchilik, qo'ymichiligi nihoyatda kam yamarib ketdi. Hozir iqtisod nacharlashib, jon boqolmagandan keyin mushta ishlar nihoyatda ko'p yuz beryapti. Ondan keyin yaqinda chiqqan yana bir ish Xitoyda o'pka kasallik kasal tarqalib, doktorxonalarni kasallar qoplab, o'limlar jiqalarni o'lib, jasad ko'ydirgan yerlar endi jiddiylashib ketgan ahvol yuz beryapti yaqinda. Bumi Xitoyda cho'ng xabar hozir. Shunday qilib bugun so'zlamoqchi bo'lgan asosiy mazmunlar tugadi. Oxirida deydiganim 3-niki birinchi kuni, 3-niki birinchi kuni ikkilar juma kuni, ikkilar shanba kuni, endi mush bugundan saq bir hafta keyin ulug' Ramazon oyi boshlandi. Men ikkilar haftada video chiqarmayman, shunga baldiroq bo'lsinmi? Qarindoshlarni shu munosabat bilan tabriklayman. Ramazon oyingizga muborak bo'lsin. Endi Ramazon oyi o'tgan ishlar haqida o'ylanadigan, ruhni yengillaydigan, qalbimiz va ruhimizni poklaydigan, Xudoyim bilan bo'lgan bog'lashishni kuchaytiradigan, apuchanlik, mehribonlik va tinchlikqa intiladigan mana bir oy bu oy. Shundaqla bu vaqt saxovatchilik qiladigan, vatanda azoblanayotgan xalqimizni chunqur eslaydigan bir vaqt. Shunga bu ishmi o'xshash ma'noda deb o'ylayman. Endi har yili Uyg'ur Project Fondi Ramazon oyida bizniki yillik xarajatimiz uchun yanni to'plash ishini olib boryapmiz. Bu yilmi bu ishni qilamiz. Men kelar hafta ichida chiqaraman yan to'plash ishini mazmunidan nimaga Facebook'ga. Shuni sizlarga deb qo'ydim. 2024-yildagi Uyg'ur Project Fondiniki chiqimining 20%'ni men chiqardim yenimdan. 40%'ni Amerikada bir inimiz bor, bek esli inimiz, o'zi nomsiz yashaydi. Xitoydan qo'rqib emas, o'zi faoliyatchan inimiz, faoliyat qilgan inimiz. Lekin
diniy nuqtadan bu qilgan yordamini kishilarga bildirishni xohlamaydigan inimiz. Shunga buni demaydi. Lekin bu inimiz shu Uyg'ur Project fondi qurilgandan tortib o'ziniki oylik maoshiniki bir qismini bevosita Uyg'ur Project fondiniki bank hisobiga kirgan qilayotgan. Bu pul to'xtamay har oyda kirib turdi. Bu inimiz chiqargan pulga uning shirkatimi biroz pul qo'shib turdi. Masalan, bu inimiz $10,000 pul chiqarsa, shirkat $10,000 pul qo'shib turdi unga. Ashuna qilib $20,000 bo'lib kirdi bizga. Izchil yordam qilib kelyotdi. Uyg'ur Project fondiniki 40% xarajati mush inimizdan kelyotdi. Qolgan 40%ni aqasinglardan kelyotdi. Shu har yildagi iyon to'plash mezgilda bergan iyonni pulinglar va bir qism qarindoshlar har oyda ozroqdan iyonni qilib kelyotdi. Andan keyin xalqaro saxovat o'rinlari orqali nomsiz kelayotgan pulmi bor bizga. Meniki bilishimcha bu pul Yevropadan kelyotdi, ehtimol Uyg'ur qarindoshimizdan bo'lsa kerak. Lekin u iyonni qiluvchi haqida hech qanday uchur yo'q. Ashta pullar kelyotdi. Mush pullar Uyg'ur Project fondiniki xarajatning 40% bo'lyapti hozir. Shunga xuddi burunqidaqlam bu yilmi Uyg'ur Project fondini qo'llab turinglar. Xarinlarda bo'lgandek biz bir qism ishlarni to'xtatmay izchil qilyapmiz. Bundan keyin qilamiz. Xudoyim bo'lsa biz to'xtab qolmaymiz. Burunqidaq qilib ketaveramiz. Okay. Bu hozir deyishini hojat yo'q, planni deyishni yaxshi ko'rmayman. Har holda biz to'xtab qolmaymiz. Sizlarniki qilgan iyonlarni aytib muhim. Bu hamma kishilar uchun millatga xizmat qilish bir fursatni yaratib turadigan ish bu. O'zimizni qilimizni ham qilib keta olamiz bu ishni, lekin maoshga umumiy xalq qatnashsin deb biz iyon to'plash ishlarini bilib beryapmiz. Buni xarakter jihatdan mustaq ish bu. Shunga bu yilmi ovoz qo'shishlarni umid qilaman. Bu demsa, kelar qatim ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.